2021-yilning 25-dekabri O'zbekiston sanoati tarixiga muhim voqea sifatida qayd etildi. Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida Uzbekistan GTL zavodi ochildi. Bu MDH mamlakatlari ichida eng yirik investitsiya loyihalaridan biri. Unga 342 milliard AQSh dollari yo'naltirildi. Koreya Respublikasining Hyundai Engineering and Construction va Singapurning Inter Engineering konsorsiumi asosiy pudratchi sifatida qurilish ishlarining boshida turdi. Cho'lda qurilgan ushbu zavod masshtabini tasavvur qilish uchun bir necha raqamlarni keltiraman. Zavod qurilishiga 40 ming tonna metall ishlatilgan. Buncha metallga 4 ta Eiffel minorasini qurish mumkin. Zavodni 13 ming nafar quruvchi muhandislar bunyod qilishdi. Bunga 500 ta maxsus texnika ishlatildi. Qurilish ishlari hattoki og'ir pandemiya sharoitida ham bir kunga to'xtamadi. Uning qurilishi shaxsan prezidentning e'tiborida bo'ldi. Mana shunday mega loyihani amalga oshirishimizga shubha qilganlar ham ko'p bo'ldi. Ammo O'zbekiston buni uddaladi. Bu innovatsion zavod. Uning yaratilishida Sasol, Chevron va Honeywell kabi jahondagi yetakchi kompaniyalarning ilg'or texnologik yechimlaridan foydalanildi. Bunday yirik kompleks faqat 4 ta davlatda, Qatarda 2 ta, Nigeriya, Janubiy Afrika Respublikasi va Malayziyada barpo etilgan. Yaponiya, Koreya, Singapur, AQSh, Germaniya, Italiya, Buyuk Britaniya kabi 24 ta davlatdan 10 mingdan ziyod uskunalar zavodga o'rnatildi. Texnologik yechimlar, uskuna va jarayonlarni qo'llash uchun 140 ta xalqaro litsenziya va patentlar olindi. GTL bu gazni suyuqlikka aylantirish degani. Bu juda qimmat texnologiya. Unga bundan 100 yil avval nemis kimyogarlari Fisher va Tropishlar asos solgan. Dunyoning bor yo'g'i bir necha davlatlarda ana shu texnologiyadan foydalanmoqda. Men hozir G'uzordaman, GTL zavodida mana o'sha Fisher va Tropish reaktorlari. Bu sho'rtan gazdan kelayotgan gazni qayta ishlab, suyuq, sintetik neftga aylantirib beradi. Bu nima degani? Bu endi O'zbekistonda gaz chuqur qayta ishlanadi. Yiliga 500 million dollarlik import o'rni qoplanadi. 200 million dollarlik o'sha chuqur qayta ishlangan neft mahsulotlari chetga eksport qilinadi degani. Bugun O'zbekistonda Qashqadaryoning G'uzorda mana shunday mega loyiha ishga tushirilyapti. 25-dekabr tarixiy kun Prezident Uzbekistan GTL zavodiga tashrif buyurdi. Shavkat Mirziyoyev kompleks bo'ylab yurib, texnologiyalarni ko'zdan kechirdi. Zavod yiliga 3.6 milliard metr kub tabiiy gazni qayta ishlaydi. Shundan 307 ming tonna aviakerosin, 724 ming tonna dizel yoqilg'isi, 437 ming tonna nafta, 53 ming tonna suyultirilgan gaz olinadi. Qaysi mahsulotga ko'proq buyurtma bo'lsa, shunga moslashib o'sha tovar hajmi oshiriladi. Prezident mutasaddilarga geologiya qidiruv ishlarini chuqurlashtirib, bu yerdagi zavodlar uchun xomashyo zaxirasini kengaytirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. GTL zavodi mana shu yerdan markaziy pult orqali boshqariladi. Ya'ni ishlab chiqarish, monitoring va xavfsizlikni ta'minlovchi butun bir tizim shu yerdan boshqarib boriladi. Uni Amerikaning Honeywell korporatsiyasi treningida malaka oshirgan yoshlarimiz ishlatmoqda. Biz hozir sintetik suyuqliklar ishlab chiqarish sexini boshqaruv pultidamiz. Ko'rib turganingizdek, bizning seximiz 3 ta katta qurilmadan tashkil topgan. Bular Fisher-Tropsch sintezi qurilmasi, uglevodorod xomashyoni ajratib olish qurilmasi hamda reaksiya natijasida hosil bo'lgan reaksion suvlarni birlamchi tozalash qurilmalaridan iborat. Bizning seximizning asosiy maqsadi sintez gaz ishlab chiqarish qurilmasidan kelayotgan chala yongan metan gazini, ya'ni tarkibida is gazi bilan vodorod bo'ladi. Shuni reaktorimiz yordamida işte katalizatorlarimiz bor. Shu sintez gazni biza sintetik neftga aylantirib berishdan iborat. Mana ushbu siz ko'rib turgan ekranimizdagi texnologik qurilmalardan, texnologik quruvlarda o'rnatilgan o'lchov jihozlardan bizga signallar kelib turadi. Meni vazifam bu signallarni o'z vaqtida tahlil qilish va shu asosda jarayonni to'g'ri kechishini ta'minlash. Davlatimiz rahbari shu yerda yosh mutaxassislar bilan suhbatlashdi. Bitta narsani hech qachon unutmagan. Mana men har safar ta'lim deyman-ku. Hamma narsani odamdan olib qo'ysa bo'ladi. Lekin o'rgangan hunarlaringizni, ta'limlaringizni, bilimlaringizni hech kim sizlardan olib qo'ymaydi. Bu sizlarning hozirgi eng katta boyliklaring, lekin bu boylik har kuni qo'shilib borish kerak. Har kuni o'z ustilaringga ko'proq ishlashlaring kerak. Mana hozir men operator bilan gaplashdim, ana Qoraqalpog'istondan kelib, ochiq menga aytgan oyliging necha pul desam 15 million deydi. Rostmi yolg'onmi? Rost. Sizlardagi ham shunga o'xshaydimi? Bundan ko'plar ham bor. Ko'plar ham bor. Men markaziy laboratoriya bo'limida oddiy laborant bo'lib ishlayman. Avvalo mana shunday imkoniyatlar yaratib berganingiz uchun hamda o'zbek qizlariga bildirilayotgan ishonchingiz uchun sizga kattakon rahmat. Men o'z bilimim, kuch salohiyatim bilan yangi O'zbekistonning rivojlanishiga o'z hissamni qo'shaman. O'zingiz qaysi rayondansiz?
Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida. G'uzorda o'zidansan. Uy uzoq emas bu yerda. Uyim yaqin. Uyimni oldidan avtobus olib ketadi. Olib keladi. Uch mahal ovqat beriladi. Avtobus yana uyimga olib borib qo'yiladi. Mana shunday sharoitlarda o'zi juda bir men uchun baxt. Rahmat. Ilohim shu baxtingiz har vaqt sizga bardavom bo'lsin, hamma niyatlaringiz amalga oshsin. Tanasi, mana shu jo'shqinliklaring hech qachon so'nmasin. Mana shunday intilishlaring tark etmasin. Ana shunda g'alaba qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Ushbu tarixiy kunga O'zbekiston GTL zavodi jiddiy tayyorgarlik ko'rdi. Uning ochilishi ham gigant zavodlarga xos o'tishi kerak. Buning uchun eng zo'r event kompaniyalar, eng zamonaviy IT texnika texnologiyalar jalb qilindi. Ochilish marosimi uchun maxsus video roliklar tayyorlandi. Hammasi kutilgandan a'lo bo'ldi. Marosimni Shavkat Mirziyoyev ochib berdi. Prezident butun xalqimizni ushbu mega zavod ochilishi bilan tabriklab, uni bunyod qilishda o'z mehnati, bilim va salohiyati nayamagan quruvchi muhandislar, ishchi xodimlar, xorijiy hamkorlarga minnatdorlik bildirdi. Bugun yangi yil arafasida ushbu qutlug' vohada mamlakatimiz sanoatida yana bir yorqin sahifa ochayotgan ulkan voqeaga guvoh bo'lish barchamizga albatta cheksiz quvonch bag'ishlaydi. O'z bag'rida noyob boyliklarni asrab kelayotgan G'uzor tumanidagi so'yiltirilgan sintetik mahsulotlarni ishlab chiqaradigan GTL zavodi ishga tushirilmoqda. Albatta, bunday ulkan majmuaning qurilishi keyingi yillarda mamlakatimizda sanoat rivojini yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarimiz natijasi desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Sizlarga yaxshi ma'lumki, ana shunday sa'y-harakatlarimiz tufayli yakunlanayotgan 2021-yilning o'zida mamlakatimizda qator katta yirik loyihalar amalga oshirildi. Jumladan Navoiy Ozodda amoyak, karbamid va azot kislotasi ishlab chiqaradigan majmua, yangi klaster paydo bo'ldi Navoiyda. Navoiy kon-metallurgiya kombinatida 5 va 7 gidrometallurgiya zavodlari ishga tushirildi. Karmanada 1-quyosh elektrostansiyasi ishga tushirildi. Respublikamiz bo'yicha elektr energiyasi hisobini yuritish va nazorat qilish tizimi ish boshlagani ham ana shunday salmoqli ishlarimiz qatoriga albatta kiradi. Bugun ishga tushirilayotgan zavod o'zining noyob texnologik ustunliklari va yuqori ishlab chiqarish quvvati bilan ana shu loyihalardan alohida ajralib turadi desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Ushbu zavod yangi O'zbekiston uchun haqiqiy g'urur. Mamlakatimizning iqtisodiy qudrati albatta mana shunday majmualarda yaqqol namoyon bo'ladi. Majmuada yiliga 3.6 milliard metr kub tabiiy gaz qayta ishlanib, qiymati 1 milliard dollardan ziyod bo'lgan 1,5 million tonna tayyor suyuq mahsulotlar ishlab chiqariladi. Jumladan 307 ming tonna aviakerosin, 724 ming tonna dizel yoqilg'isi, 437 ming tonna nafta va 53 ming tonna suyultirilgan gaz tayyorlanadi. Bu yerdagi shu majmuani yana bir ustunligi bor. Bu ustunlik shundan iboratki, biz bozorga qarab, bozorda narx-navoga qarab, kerosin agar bozori yuqori bo'lsa, biz kerosinni ko'paytirishimiz mumkin. Agar bozorda dizel yoqilg'isi narxi ko'proq bo'lsa, shunday imkoniyatimiz bor bu majmuada. Bozorga qarab mahsulot chiqaramiz. Oldingidek faqat mana shunday bitta mahsulot chiqarmaymiz. Bozorga qarab, bozorbob, sifatli, o'sha eksportga raqobatbardosh mahsulotlar chiqaramiz. Agar kerak bo'lsa, naftani ham ko'paytirishimiz mumkin. Bu mana shunday dunyodagi eng innovatsion loyiha desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Ushbu mahsulotlar hisobiga yiliga 500 million dollarlik import o'rni qoplanadi. Bilasizlar, O'zbekistonda 1 milliarddan sal ko'proq neft mahsulotlarini import qilamiz. Mana shu majmuani o'zi 500 million dollarlik import o'rnini qoplaydi. Tasavvur qilinglar, qancha bu bizning iqtisodiyotimizga manfaat keltiradi. 200 million dollarlik eksport va 2 trillion so'mlik soliq tushumlari ta'minlanadi. Alohida ta'kidlash kerakki, biz 300 million dollarlik gazni qayta ishlab, uni qo'shimcha qiymatini 3 barobar yuqori va dunyo bozorida talab katta bo'lgan
tayyor mahsulotlarga aylantiramiz. Prezident o'z nutqida yashil iqtisodiyotga ham e'tibor qaratdi. Bugungi kunda butun dunyoda yashil texnologiyalarga talab ortib bormoqda. Chunki bunday zamonaviy texnologiyalar ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish bilan ustundir. Bu yerda tayyorlanadigan aviakerosin boshqa zavodlar mahsulotiga nisbatan juda toza va sifatli. Eng zamonaviy samolyotlarga mo'ljallangani uchun unga hamisha talab yuqori bo'ladi. Biz mana Navoiyda ko'p yillardan beri hab qilmoqchimiz, lekin hamkorlarimiz, katta investorlarimiz bizga aytayapti. Sizlarda zamonaviy samolyotga munosib bo'lgan aviakerosin bormi degan savol ko'ndalang turardi. Ming afsus, bu bor deb ayta olmasdik. Mana hozir sifatli bo'lgan eng zamonaviy samolyotlarga mo'ljallangan aviakerosinimiz bor. Endi biz faqat Samarqandda emas, yangi aeroport mana Toshkentda ham quryapmiz, hab Navoiyda qilyapmiz. Endi hamkorlar aviakerosin chiqishini bilsa, ular talab ham kuchayadi. Lekin bizning talablarimiz ularga nisbatan ham kuchayadi. Mana shu ham bu ikki tomonlama hamkorligimizga katta asos beradi. Dizel yoqilg'isi ham kamida Yevro 6 standartlariga javob beradi. Hech bir mubolag'asiz aytishimiz mumkinki, mintaqamizda bunday toza mahsulot ishlab chiqaradigan korxona hali umuman yo'q. Dizel dvigatelli avtomobillarda 100% GTL yoqilg'isidan foydalanish chiqindilarni kamaytirish orqali havo sifatini yaxshilashga yordam beradi. Nimaga? Mana shu zamonaviyligi uchun va uskunalar eng rivojlangan davlatlardan qanday og'ir, qanday qiyin bo'lmasin biz olib keldik. Pandemiya payti butun dunyo yopiq edi. Mutaxassis kelmay qoldi. Qanday qiyin bo'lsa ham samolyotlarni yuborib, necha ming tonnalik olib keldik biz uskunalarni. Shuning uchun kelajakda agar ekologiya talablariga javob bermasak, bizning mahsulotimiz raqobatbardosh bo'lmaydi. Butun dunyo mana shunday ko'ndalang savollarni qo'yyapti. Yana bir muhim jihati, bunday mega zavodlarni elektr energiyasi bilan ta'minlashni o'zi bo'lmaydi. GTL zavodida bu borada ham innovatsion yechimlar qo'llanilgan. Mana bu reaktorlardan katta miqdorda bug' chiqadi. Ulardan yiliga 650 million kilovatt-soat elektr energiyasi olinadi. Bu orqali zavod o'zini o'zi elektr bilan ta'minlaydi. G'ozor xalqini ham mana bugungi tamal tosh qo'yayotgan ikkinchi korxonamizni ham bemalol ta'minlaydi. Tasavvur qilinglar, qancha elektr energiyani biz tejab Qashqadaryo xalqiga beramiz. Boshqa tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishga bu o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Zavod ishchilarining 80% o'zimizning mutaxassislar, o'zimizning qora ko'zlar. Yangi zavodda 1300 nafar qashqadaryolik ish bilan ta'minlandi. Hududdagi barcha kasb-hunar markazlari Sho'rtan gaz kimyo majmuasi, Muborak gaz qayta ishlash va yangi GTL zavodlariga biriktiramiz. Ular o'z sohalari uchun kadrlar tayyorlashning yangi maydonini, yangi yo'nalishini tashkil qiladi. Oliygohda olimlarini ham, studentlarini ham kelib she'rda o'qitamiz. Bu yerdagi laboratoriyalar hali O'zbekistonda bironta oliygohda yo'q. Agar buni biz bugun o'qitmasak, o'rgatmasak, yerdagi o'qiganlar ertaga qayerda borib ishlaydi? Biz yangi klasterlar, yangi uskunalar olib kelyapmiz. Bu yerda o'zida o'qish, yashash, ilm qilishga hamma sharoit yaratamiz. Nimaga aytsangiz, bunga biz juda katta harakat qilib asos yaratdik. Endi ushbu korxonalar rahbarlari Sho'rtan gaz kimyo majmuasi, Muborak gazni qayta ishlash va GTL zavod rahbarlari viloyatdagi neft, gaz va kimyo sanoatining istiqbolli yo'nalishlari uchun kadrlar tayyorlash rejalarini belgilaydi. Kasb-hunar markazlarining o'quv dasturlari va o'qitish metodikasini zamonaviy ishlab chiqarish talablari asosida qayta ko'rib chiqadi. Ochilish marosimida prezident yangi sanoat klasteri tashkil etilishi haqida ham gapirdi. Respublikamizda birinchi yirik gaz kimyo klasteriga asos solinadi. Sho'rtanda barpo etilayotgan ushbu klasterda mahsulot ishlab chiqarish hajmi hozirgi 290 million dollardan 2024-25 yilda 1.8 milliard dollarga yetkaziladi, ya'ni 6 baravarga oshadi. GTL zavodi va yangi qurilayotgan majmua hisobidan yurtimizdagi tabiiy gazni chuqur qayta ishlash darajasi qariyb 2 baravarga oshib 14% ga yetadi. Hozir 8%. Tasavvur qilinglar, agar biz 20 yil oldin gazni ham mahkam reja qilganimizda qancha qo'shimcha ishchi joyi bo'lardi. Bo'lmagan. Mana shuni hozir biz juda katta marrani belimizni mahkam bog'lab, bu raqam oson emas. Gazni qayta ishlab chiqarish uchun texnologiya kerak, bilim kerak, innovatsiya kerak, yoshlar kerak,
inontirish kerak, ishontirish kerak, natijaga ishlashimiz kerak. Shuning uchun men o'ylayman, boshlagan ishimizni hech qachon to'xtatmaymiz. Mana men Navoiyda bo'lganda aytganimda, o'sha majmuani klasterda ochganimizda biz neft ximiya bo'yicha 5 ta yangi klaster ochamiz O'zbekistonda. Mana shu kelgusi 5 yilda 5 ta rejamiz ham bor, imkoniyatimiz ham bor, sharoitimiz ham bor, ta'limimiz ham bor. Endi o'rgandik ko'p narsani. Kimga Xudo taolo barakasini beradi? Harakat qilgan elga. Kimga o'zini qiynagan elga, o'zini natijasini, xalqini ertangi farovon hayotini ko'zlagan inson qadri xalqni rozi qilish bo'yicha harakat qilganimizda Xudo taolo ham albatta madadkor bo'ladi. Shavkat Mirziyoyev yuqori texnologiyali majmuani barpo qilishda quruvchi muhandislar, tajribali mutaxassislar, minglab ishchilar, xalqaro hamkorlarga yana bir bor minnatdorlik bildirdi. Hamkorlarimiz nomini birma-bir sanab o'tdi. Ular ham so'zga chiqib ushbu gigant loyihaning ahamiyati haqida gapirishdi. Ayrim xorijiy sheriklarimiz onlayn bog'lanib, butun O'zbekiston xalqini ushbu loyiha bilan tabriklashdi. Texnologiyalar va mukammal ilmiy yechimlarga asoslangan unikal loyiha. Jahon miqyosida bu turdagi korxonalar sanoqli ekani ham shundan. Mazkur loyihaning yo'lga qo'yilishi birgina O'zbekiston uchun emas, butun dunyo neft-kimyo sanoati uchun tarixiy ahamiyat kasb etadi. Bu yerda ishlab chiqarilgan mahsulotga esa shubhasiz talab doimiy ravishda ortib boradi. Bu esa mamlakatingiz iqtisodiyoti uchun muhim. Biz O'zbekiston bilan aloqalarni qadrlaymiz. Bu aloqalarni kelgusida yanada mustahkamlash harakatidamiz. O'zbekiston uchun juda muhim loyiha. Texnologiya tengsiz va mana shu omil kelgusida O'zbekistonni yirik texnologik hubga aylantirishiga sabab bo'ladi. Aynan shu turdagi mahsulot ishlab chiqaradigan zavodlar dunyoda sanoqli. Bu yerdagi ularning orasida eng yirigi va zamonaviysi deb bemalol ayta olaman. Xom ashyo yetarli, texnologiya eng so'nggi, qolaversa mutaxassislar jamoasi ham shunga munosib. Bularning hammasi korxonaning yorug' istiqbolini kafolatlaydi va bu yerda ishlab chiqarilgan mahsulot barcha tarmoqlar taraqqiyoti uchun xizmat qiladi. O'zbekistonda yangi sanoat davri boshlandi. Shu yerda yana bir yangi loyihaga start berildi. Endi sho'rtan gaz kengaytirilib, uning negizida yangi klaster tashkil etiladi. Uning ta'mal toshi aynan shu yerda qo'yildi. Bugun O'zbekiston sanoat tarixida muhim kun bo'ldi. Jutsel zavodining ochilishi nafaqat respublikamiz iqtisodiyoti, balki Qashqadaryo viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy ahvoliga ham sezilarli ta'sir qiladi. Masalan, viloyat sanoati 1.4 barobarga, yalpi hududiy mahsuloti 7 barobarga, eksport hajmi esa 8 barobarga oshadi. Eng muhimi, xalqimiz gaz bilan ta'minlanadi. Ushbu zavodning ketidan sho'rtan gaz kengaytirilib, u yerda yirik sanoat klasteri tashkil etiladi. Umuman kelgusi yillarda O'zbekistonda 5 ta sanoat klasterini barpo etish rejalashtirilgan. Unga ko'ra 8 milliard dollarlik 60 ta loyiha amalga oshiriladi. 20 mingta yangi ish o'rinlari yaratilib, xalqimiz farovonligi yanada oshadi. Bugungi tarixiy kun bilan butun xalqimizni tabriklaymiz.